O'zbekistondagi pensionerlarga ajoyib xushxabar. O'zbekiston pensionerlari endi mol-mulk va yer solig'idan ozod etiladi. Prezident qarori. Siz bu yangilik haqida eshitdingizmi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, ijtimoiy tarmoqlarda pensionerlar mol-mulk va yer solig'idan ozod qilinganligi haqida xabarlar tarqaldi. Bu xabarlar qanchalik rost? To'g'ri, mol-mulk solig'idan pensionerlar 60 kvadrat metr maydon doirasida ozod qilinadi. Soliq kodeksining 421-moddasiga muvofiq, jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyoz barcha pensionerlarga taqdim etiladi. Biroq, bu imtiyozdan foydalanishning yagona sharti mavjud. Pensionerning mol-mulki bo'lgan turar joy obyekti uchun limit faqatgina 60 kvadrat metr maydon doirasida amal qiladi. Yer solig'i bo'yicha, yer solig'idan esa faqatgina yolg'iz pensionerlar ozod qilingan. Soliq kodeksining 436-moddasiga asosan imtiyoz faqat yolg'iz pensionerlarga beriladi. Yolg'iz pensionerlar kimlar? Ya'ni qonunchilikka ko'ra yolg'iz pensionerlar bu yolg'iz yoki o'zi voyaga yetmagan yoxud nogironligi bo'lgan bolalari bilan birga alohida uyda yashaydigan pensionerlardir. Soliq imtiyozlariga ega bo'lgan shaxslar imtiyozni olish huquqini tasdiqlovchi hujjatni soliq obyekti joylashgan yerda mustaqil ravishda taqdim etishi kerak. Imtiyoz qo'llanishi uchun pensioner quyidagi hujjatlarni topshirishi lozim. Pensionerlik guvohnomasi yoki pensiya jamg'armasi bergan ma'lumotnoma. Mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan berilgan ma'lumotnoma. Ushbu hujjatlar soliq organlariga taqdim etilsa, imtiyoz muvaffaqiyatli qo'llanadi. Eslatib o'tamiz, yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda yer va mol-mulk solig'idan qarzi borlar elektr energiyasiga to'lovni amalga oshira olmaydi degan xabarlar tarqalgan edi. Ushbu xabarlarning ortidan esa pensionerlarning mol-mulk va yer solig'idan ozod qilinganligi haqida ma'lumotlar keng jamoatchilik o'rtasida qayta e'lon qilindi, deyiladi xabarda.